Bugün 24 Ağustos 2026 yıl. Kaygısı Özbekistan, davası Türkistan bo'lgan azizlerim, qalaysizlar? Jallimisizlar? Bugungi mavzumuz umrida bir marta 5 yıl muddatga deb nomlanadi. Ko'plar rejim o'zgarib parlament boshqaruvga o'tilsa, boshqaruvda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Tizim eski hammom, eski to'sligicha qolavermaydimi deb so'rashadi. Parlament boshqaruvga o'tilmas ekan, islohotlar niqobi ortida oxiri yo'q jirkanch o'yinlar davom etaveradi. Bu o'yinlar millatning davlatga bo'lgan ishonchini so'ndirib, davlatning cho'kishiga olib keladi. Mamlakat bo'sag'asidan istalgan it kirib kelishiga yo'l ochadi. Oqibatda mamlakatga egalik hissi yo'qolib, millat panohi yo'q yetimday sarsonlikda qoladi. Rejim o'zgarmay, parlament boshqaruvga o'tilmaguncha 100 ta vazirlik tuzib, administratsiya qonunga o'xshash 100 ta qonun qabul qilsangiz ham natija nolligicha qolaveradi. Chunki har qanday sonni nolga ko'paytirsangiz nol chiqaveradi. Bu yerda nol raqami rejimdir. Bu arifmetik qonuniyatdir. Parlament boshqaruvga o'tilsa, tizim quyidagicha o'zgaradi. Prezident, bosh vazir va vazirlar, senat raisi va senatorlar, Oliy Majlis raisi va Oliy Majlis deputatlari, Respublika bosh prokurori va o'rinbosarlari, Oliy sud raisi va o'rinbosarlari, viloyat va tuman hokimlari, viloyat va tuman sud raislari, universitet rektorlari, ilmiy tekshirish va loyihalash institutlari direktorlari bitta mansabda umrida bir marta 5 yildan ortiq ishlashni taqiqlash to'g'risida ro'yxatdan o'tgan partiya raislari 5 yildan ortiq raislik qiladigan bo'lsa, partiyasi avtomatik ravishda ro'yxatdan o'chirilishi va saylovlarga qo'yilmasligi to'g'risidagi qonunlar qabul qilinadi. Chunki partiyalarning o'z ichlarida demokratik o'zgarishlar bo'lmasa, parlamentda ham demokratik o'zgarishlar bo'lmaydi. Faqat o'shandagina barcha sohada kadrlar almashuvi kechib, yangi iqtidorlar hokimiyatga keladi va mamlakatni boshqaradi. Shu bilan birga Oliy Majlis deputatligi ham, senatorlikka ham nomi ko'rsatilgan nomzod o'sha saylov okrugida kamida 5 yil davomida doimiy yashagan bo'lmog'i kerak. Agar bu qonunga kiritilmasa, Toshkentdan va yo viloyat markazidan kelib tumanlardagi saylov okruglaridan nomzodini qo'yib, qo'lidagi hokimiyat kuchidan foydalanib, mahalliy nomzodga har tomonlama bosimlar o'tkazib, saylanib ketaveradi. Saylanib olgach esa saylovchilarga 5 yillab
bir bar ko'rinish bermaydi. Xuddi hozirgi deputatlardek Toshkentda yalla qilib yashayveradilar. Agar deputat o'z hududidan saylansa, muddati tugagach o'z yurtiga qaytadi va o'sha hududdagi el bilan yashashga majbur va bu uni 5 yil lallayib yurishdan tiyib turadi. Eng asosiy esa hududlardan ham siyosatchilar, mamlakatni boshqarishga qodir iqtidorlar yetishib chiqadi. Bu katta yutuq bo'lib, asta-sekinlik bilan qadriyatlarimizga aylanadi. Yoshlarimizda men ham prezident, vazir, senator, deputat bo'lishim mumkin ekan degan motivatsiya paydo bo'ladi. Hozirgi paytdagidek yo zo'ring, yo zaring bo'lsin qablida, tarvuzday kallasida, tugmaday aqli farosati bo'lmaganlarning hokimiyatga kelish yo'llari to'siladi. Faqat shu bilangina 4-5 avlodga mansub texnika va texnologiyalarga asoslangan zavod va fabrikalar qurilib, ish o'rinlari ochiladi. Natijada esa ishsizlik, yo'qsillik, yo'lsizliklar minimal darajada kamayadi, inflyatsiya va kredit foizlari keskin darajada tushadi. Byudjet tushumi ortadi, pensiyalar kamida $500 ko'tariladi. Tug'ilgan farzandlarimizga bu boyning bolasi, bu kambag'alning bolasi deb ajratmasdan bir xil miqdorda suyunchi pul ajratiladi. Hozirgidek boy va yo sal to'q yashaydigan oila bolalariga berilmasdan faqat kambag'allarning bolalariga berilsin degan gaplar bo'lmaydi. Davlat uchun boyning bolasi ham, kambag'alning bolasi ham tengdir. Millatimiz uchun tenglik va adolatni tug'ilganidan beshikdan boshlamoq kerak. Oliy o'quv yurtlarida talabalar tekin o'qitiladi. Raqobat bo'lmog'i uchun kamida 70% talabalar stipendiya bilan ta'minlanadi. O'qishga kirishda hech kimga imtiyoz berilmaydi. Hatto u prezidentning, bosh vazirning farzandi bo'lsa ham. Mana nima uchun parlament boshqaruvi kerak. To'rtlik: o'zgarar tuzumlar, o'zgarar zamon, o'zgarib borg'usi izhordil zabon, iymon e'tiqodlar o'zgarar lekin o'zgarmay qolg'usi turqi jig'ildon. Jig'ildonni jilovlab turish uchun ham yuqoridagi takliflarni qonun sifatida qabul qilmoq majburiyatidamiz. Yo'qsa o'zlarining aldov va yolg'onlari bilan xalqimizning 35 yillik umrini qanday o'g'irlashgan bo'lsa, yana 100 yillar davomida o'g'irlashda davom etaveradilar. Bugunga shular Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.